Xorazm Ikkinchi jahon urushi davrida 1941-yil 22-iyunda Germaniya Sovet Ittifoqiga keng ko'lamli hujum boshladi. Urushning dastlabki oylarida Germaniya qo'shinlari Sovet hududlariga tez sur'atlarda kirib bordi. Qisqa vaqt ichida Ukraina, Belarus va Boltiq bo'yi hududlarining katta qismi bosib olindi. Bu vaziyat Sovet Ittifoqida favqulodda choralar ko'rilishiga sabab bo'ldi. Mamlakat bo'ylab keng ko'lamli safarbarlik e'lon qilindi. Millionlab fuqarolar armiyaga jalb etildi. Sanoat va qishloq xo'jaligi esa urush ehtiyojlariga moslashtirildi. Shu jarayon O'zbekiston SSR hududini ham qamrab oldi. Respublikaning barcha viloyatlarida, jumladan Xorazmda ham keng ko'lamli safarbarlik amalga oshirildi. Ko'plab qishloq va shaharlarda minglab erkaklar frontga jo'natildi. Urushga ketayotganlar temir yo'l bo'lmagani sababli ko'pincha Amudaryo orqali kemalarda Chorjoyga, u yerdan poyezdda frontga jo'natilgan yoki yuk mashinalarida yuborilgan. Ularni qarindoshlar yig'lab kuzatib qolishgan. Ko'pchilik uchun bu oxirgi uchrashuv bo'lib qolgan. Natijada viloyatda ishchi kuchi keskin kamayib, og'ir mehnat asosan ayollar, qariyalar va o'smirlar zimmasiga tushdi. Zavod va kolxozlarda erkaklar o'rnini asosan xotin-qizlar egallay boshladi. Urganch yog' zavodida ayollar tuni kun ishlab front uchun mahsulotlar tayyorladilar. Paxta dalalari, bug'doy ekinlari va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish ham asosan ayollar zimmasiga yuklandi. Hatto bolalar va o'smirlar ham dala ishlarga jalb qilindi. Ayollar yer haydadi, paxta terdi, bug'doy ekdi va hosil yig'ishda qatnashdi. Shunga qaramay, Xorazm ayollari nafaqat dalada, balki front orti yordamida ham faol ishtirok etdilar. Ular askarlar uchun minglab issiq kiyimlar, paypoqlar, po'stinlar va boshqa zarur buyumlarni tayyorlab frontga jo'natdilar. Xorazm xalqi urush yillarida frontga oziq-ovqat, paxta, kiyim-kechak va boshqa zarur mahsulotlarni tinimsiz yuborib turgan. Ikkinchi jahon urushi yillarida Xorazmdan 60 mingdan ortiq inson frontga safarbar qilingan. Ular orasida oddiy dehqonlar, ishchilar, o'qituvchilar va endigina voyaga yetgan yigitlar ham bor edi. Xorazmlik jangchilar urushning turli frontlarida Moskva, Stalingrad, Kursk hamda Sharqiy Yevropa hududlaridagi og'ir janglarida mardonavor kurash olib bordi. Ularning 6 mingdan ortig'i ko'rsatgan qahramonligi uchun orden va medallar bilan taqdirlangan. Ko'plab xorazmlik askarlar urush maydonlarida halok bo'ldi. Bugun esa urushda halok bo'lganlar va mehnat qilgan insonlar xotirasi hurmat bilan yodga olinadi. Ularning jasorati va fidoyiligi xalq xotirasida abadiy saqlanib qolgan.